Futbol o'ynaganlar, ading chiqasiz. Varatarda ham yotkizasiz. Orqasiga o'tasiz to'p bilan. Varata bilan siz o'rtangizda 2 metr joy qoldi. 7 metrlik varata. Bir tepasiz shtangaga tegib chiqib ketadi-yu. O'zi tek qo'yib qo'ysangiz to'p hali yumalab o'zi ketib ketar edi. Shu qoqib tashlayman deb tepasiz, ana tavfiq yo'qligi shu. Ha, ba'zida shu ko'z yumib bir tepib borasiz, 3 tasini o'tib kirib ketib qoladi. Tushunarlimi? Biz hech qachon meni amalim bor, men qildim deb o'zimizga baho bermasligimiz uchun birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shu biz qilgan yaxshi ish Allohning tavfiqi bilan bo'ldi, Alloh qildirdi deyishimiz kerak. Birinchisi shu bo'ldi. Ikkinchisi, agar sizga berilgan ne'matlarga qilgan amallaringizni taqqoslasak, qilgan amalingiz Alloh taolo bergan ne'matning 10dan biriga 100dan biriga ham to'g'ri kelmaydi.